Atigi bir necha yil ichida zamonaviy qiyofa kasb eta boshlagan, 2,5 yildan ortiq tarixga ega, Buyuk Ipak yo'lining muhim chorrahalaridan biri bo'lgan, Qirg'izistonning janubiy poytaxti deya e'tirof etilgan, 80 dan ortiq millat vakillari ahli yashaydigan hamda balandpast binolardan tortib, eng chiroyli ko'chalarni o'zida jamlagan shahar. Bu O'sh. Har bir shaharning o'z hikoyasi bor. O'sh shahrining hikoyasi esa ming yillardan buyon davom etib kelmoqda. Yuzlab bu shaharning tarixiy maskanlari, taomlari va insonlarini birgalikda his qilamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, sayohatimizni boshladik. Sayohatimizni O'sh shahrining yuragi hisoblangan Sulaymon tog'idan boshlaymiz. Sulaymon tog'i dengiz sathidan taxminan 1175 metr balandlikda joylashgan bo'lib, uzunligi qariyb 1,5 kilometrni tashkil etadi. Bu tog' ming yillar davomida muqaddas maskan sifatida e'zozlanib keladi va 2009-yilda UNESCOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Tog' bag'rida qadimiy g'orlar, petrogliflar, ziyoratgohlar va muzey joylashgan. Eng qiziqarli jihati shundaki, bu yerdan butun O'shni tomosha qilishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, chiptalarimizni oldik. Endi Sulaymon tog'iga qarab sekin ko'tarilyapmiz. Taxminan 1,5 kilometr tevalikda joylashgan. Hozir ruxsatnomani oldik va endi sekin tevaliga qarab ko'tarilyapmiz. Yuqoridagi narsalarni ko'rishga harakat qilamiz. Kung Fu Pandadagi zinalar sizga tushib ketar ekan. Haligi Kung Fu Panda ham ko'p zinadan chiqish kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa. Lekin bu yerdan quyosh botishi juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Yuqoridan ko'rinadimi, ko'rinmaydimi hozir bilib olamiz. Lekin mana bunga ham rahmat berib qo'yishlarini so'radim. Hamma tog'dan qaytyapti, biz esa toqqa qarab chiqib ketyapmiz. Lekin ajoyib. Nihoyat biz yetib keldik do'stlar. Aytganimizda yuqorida odam talagida ekan, lekin bu yerga chiqguncha terlab pishib ketdik. Lekin bu manzara uchun bu terlab pishish, adashmasam, qishda emas bo'lsa kerak, lekin bu yerda aytganimizdek O'sh shahri xuddaki kaftdagidek ko'rinar ekan. O'shda deyarli hamma qismini shu yerda o'zida ko'rishingiz mumkin ekan. Bu orqa tomonimizga durbin olib qo'yishgan ekan. Durbindan ham bemalol foydalanib 50 so'm evaziga qanchadir marta yaqinlashtirib ko'rib olish imkoniyati bor ekan. Shunaqa. Lekin kelishlarni tavsiya beraman. Ayniqsa shunaqa quyosh botayotgan paytda kelsanglar, bu yerda odam ham ko'proq bo'ladi, ham qiziqarliroq bo'ladi, ham go'zal tabiat bilan uyg'unlashib ketasizlar. Kelganda ko'proq turistlarga ham ko'zinglar tushishi mumkin, negaki ko'p shaharlardan bu yerga ko'rgani, ziyoratxonalarni ko'rgani, muzeyga kirgani va shaharni hamma yerni ko'rgani shu yerdan kelishadi. Agar siz O'shda bo'lib turib bu yerga kelmasangiz, bilmadim endi O'shda bo'lib turib kelmasangiz, lekin boshqa shaharlardan kelib ko'rib ketsa, bu g'alati bo'lsa kerak. Shuning uchun haftada bir marta, haftada 2 marta bo'lsa ham O'shda aylanib, boshqa O'shda o'zimizning shahardan tafakkur olib, o'zimiz shaharda yangiliklar o'rganishingiz bu boshqacha bo'lsa kerak. Lekin men bu yerga ko'p chiqqanman, lekin bugungi holat bir boshqacha bo'lyapti. Negaki quyosh botyapti. Avvallari ertaroq chiqardim yokida sal quyosh botishidan oldinroq chiqib ketardim, lekin hozir bu yerda quyosh botyapti. Manzara juda go'zal, boshqacha. Bu gapimdan men nima demoqchiman? Sayohat bu qanaqadir vaqt talab qilmaydi. Qanaqadir uzoq yer bo'lishi shart emas. Sayohat bu o'zingiz xohlagan yeringizga, misol uchun qanaqadir ishingizdan tashqari bo'lyaptimi, o'zingiz dam olyapsizmi? Mana shu siz uchun sayohat hisoblanadi. Shuning uchun uzoq davlatga borishim kerak, pulim yo'q, vaqtim yo'q emas.
iloji boricha sayohatga harakat qiling. Alloh taolo sizga yetkazadi albatta. Bu yerda Zahrada Muhammad Boburning hujrasi joylashgan. O'sh shahrida, Sulaymon tog'ida buyuk odamlar kelib, ziyorat qilib, ichkariga kirib, Qur'on tilovat qilib ketishadi. Sayohatchilarga qulay bo'lish uchun bu tevada suv sotilar ekan, har xil ichimliklar kelib olib, bemalol chanqoyizni qoldirish mumkin ekan, do'stlar. Sulaymon tog'idagi g'orlardan biri. O'zi Sulaymon tog'ida g'orlar juda ham ko'p, lekin bu eng kichkinalardan biri bo'ladi. Qaramasdan juda haybatli ekan, qo'rqinchli ekan. Lekin bu Sulaymon tog'idagi eng kichkina g'orlardan biri. Bunaqa g'orlardan Sulaymon tog'ida juda ham ko'p. Kirib ko'rishni tavsiya beraman hammaga. Kirib hayratlanarli narsalarga guvoh bo'lasizlar albatta. Bu Sulaymon tog'idagi eng qadimiy g'orlardan biriga o'xshaydi. Nimagaki, toshlari juda eski. Tarixi ham bir 300 ming yilga borsa kerak. Menimcha bu g'or anchadan beri bor. Sulaymon tog'i paydo bo'lgandan beri bo'lsa kerak. Aytganimizdek, Sulaymon tog'idagi eng qadimiy g'orlardan biridamiz. Uzunligi taxminan 10-15 metr chiqadi. Bitta odam sig'adigan darajada o'tadigan yerlari bor ekan. Eng qadimiy g'orlardan biri. Aytlanarli narsa shundaki, tog'da bitta ham nur tushirgan yer yo'q ekan, lekin ichkari tomon juda ham qorong'u. Agar ko'radigan bo'lsanglar hech nima ko'rinmaydi. Va albatta ehtiyot bo'lish kerak. Qirrali toshlar ham bor ekan va bu bitikda yerlarda chuqur joylar ham bor ekan, tushib ketish ehtimoli bor. Demak, bu tog'ni ham ko'rdik, endi keyingi manzilga boramiz. Oradan chiqdik. Taassurotlar ajoyib bo'ldi. Sulaymon tog'idagi muzeyga qarab yo'l olyapmiz. Muzeyda suratga olish mumkinmi, mumkin emasmi bilmadim, lekin hozir borib hammasiga aniqlik kiritamiz. Agar mumkin bo'lsa sizlarga ichkaridagi taassurotlarni bo'lishamiz. Agar mumkin bo'lmasa iloji boricha qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz do'stlar. Afsuski, muzey ichida videoga olishga ruxsat berilmadi, ammo suratga olish mumkin ekan. Biz ham bir nechta suratlarni oldik va ularni Instagram sahifamizga post qilib joylab qo'ydik. Agar ko'rishni istasangiz yoki qiziqsangiz, bemalol sahifamizga kelib tomosha qilishingiz mumkin. Yosh botdi do'stlar, shahar sekin uyg'onmoqda. Уже kech tushyapti, shom namoziga azon aytyapti. Sekin Sulaymon tog'dan qaytib, endi like bosib, izohlarda takliflaringizni yozib tursangiz, keyingi manzilda ko'rishguncha. 1,5 kilometr ko'tarilgan bo'lsak, endi 1,5 kilometr pastga tushishimiz kerak. Taassurotlar yaxshi bo'ldi. Bu yerdan olingan taassurot adashmasam hech nimaga yetmasa kerak. Kayfiyat ko'tarildi, ko'z yangi narsalarni ko'rdi, yangiliklarni o'rgandi, anchadan beri his qilinmagan narsalar his qilindi. Endi bo'lsa, keyingi manzilga otlanyapmiz. Keyingi manzilga yo'l olishdan avval biroz ortga qaytamiz. Taxminan miloddan avvalgi 3-2 ming yilliklarga. Aynan shu davrlarda bugungi Sulaymon tog'i oddiy bir tog' emas, balki qadimiy insonlar uchun muqaddas maskan bo'lgan. Arxeologlar bu yerda bronza davriga oid qo'ytosh rasmlari, petrogliflar va qadimiy ziyorat izlarini aniqlashgan. Bu esa tog'ning kamida 3000 yildan buyon muqaddas joy sifatida e'tirof etilganini ko'rsatadi. O shahar nafaqat kunduzi, balki kech paytda ham o'zini chiroyligini yo'qotmaydi. Negaki bu yerda kechasida ham hayot tinmaydi. Odamlar kech paytda ham gavjum bo'lgan yerlar juda ham ko'p. Hattoki tirbandliklargacha topishingiz mumkin. Gavjum odamlar, gavjum ko'chalar shuni hisobidan ham O'sh shahri kech paytda ham o'z go'zalligini yo'qotmaydi do'stlar.
Mana shu ko'rib turgan binongiz O'shmo, ya'ni O'sh davlat universiteti. Bu dargohdan faqat qirg'izistonlik talabalar, balki dunyoning turli burchaklaridan kelgan minglab xorijiy yoshlar ham tahsil olishadi. Ular orasida Pokiston, Nepal va tibbiyot sohasida dunyoning yetakchi davlatlaridan biri bo'lgan Hindistondan kelgan talabalar ham mavjud. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Tibbiyot rivojlangan mamlakatlarning birida yashab turib, nega ular o'qish uchun aynan Qirg'izistonni, xususan O'shni tanlashadi? Nega o'z vatan oilasidan minglab kilometr uzoqda bilim olishni ma'qul ko'rishadi? Bu savolga javobni ularning o'zlaridan eshitmoqchi edik. Ammo ta'til vaqti emasmi? Ko'pchilik talabalar o'z yurtlariga qaytishgan ekan. Qolganlarini esa kuni bilan izlab ham topa olmadik. Ammo bu mavzuni shundayligicha qoldirmaymiz. O'quv yili boshlangach, albatta bu mavzuga qaytib kelamiz. Xo'p do'stlar, biz O'sh shahridagi eng chiroyli tabiiy go'zallikka ega bo'lgan bog'lardan biridamiz, ya'ni To'xtag'ul parkida. Do'stlar, bu yerda daraxtlari juda ham ko'p, shuning uchun havosi ham juda toza. Bir tomonda bo'lsa soy oqadi, bir tomonida daraxtli bo'lgan bog'imiz bor. Agar oilaviy kelib bu yerga dam olib ketsanglar bo'ladi. Salqinda ketsanglar yana ham maza bo'ladi. Issiqda esib ketib, charchab ketib shu tomonda o'tayotgan bo'lsalar, dam olib ketsanglar bo'ladi. Tabiiy go'zalligi bo'yicha menimcha bu birinchi raqamda tursa kerak bu bog'. Yana bilmadim, endi men bilgan bog'lardan biri mana shu tabiiy go'zalligi bo'yicha eng yaxshi bog'lardan biri deb hisoblayman. Ba'zan biz eng uzoq manzilni orzu qilamiz. Dunyoning narigi chekkasiga borishni, mashhur shaharni ko'rishni, ulkan tog'lar va dengizlarni tomosha qilishni istaymiz. Ammo ko'pincha eng yaqinimizdagi go'zallikni ko'rmaymiz. Bugun men sizlarga O'shni shunchaki ko'rsatish uchun kamera ko'tarmadim. Bu videoning maqsadi tarixni sanab berish ham emas. Diqqatga sazovor joylarni ro'yxat qilish ham emas. Ularni internetdan ham topish mumkin. Men sizlarga hisni ulashmoqchi bo'ldim. Chunki ba'zi joylarni faqat ko'z bilan emas, yurak bilan ham his qilish kerak. O'sh bu shahar oddiy ko'chalar va binolardan iborat emas. Har bir qadami asrlar izini bosib o'tadi. Har bir ko'chasi minglab insonlarning quvonchi, armoni va xotiralariga guvoh bo'lgan. Bu yerda tarix faqat kitoblarda emas, havoda ham yashaydi. Biz ba'zan yashayotgan joyimizga shunchalik o'rganib qolamizki, uning qadrini sezmay qo'yamiz. Har kun yo'lidan o'tadigan tog'imizni, bog'imizni, qadimiy maskanlarimizni oddiy narsadek qabul qilamiz. Holbuki dunyoni boshqa chekkasidan odamlar aynan shu manzaralarni ko'rish uchun minglab kilometr yo'l bosib kelishadi. Bir lahza to'xtab o'ylab ko'ring. Oxirgi marta o'zingiz yashayotgan shaharga sayyohning nigohi bilan qachon qaradingiz? Oxirgi marta uning tarixini bilishga, odamlarini tinglashga yoki shunchaki quyosh botishini tomosha qilishga vaqt ajratdingizmi? Bu shahar bizdan keyin ham qoladi. Ko'chalar yana odamlar bilan to'ladi. Daraxtlar esa yana bahorda yashaydi. Quyosh yana Sulaymon tog'i ortidan chiqadi. Ammo biz bu yerda abadiy emasmiz. Shuning uchun bu shahar bilan o'tgan har bir kunni qadrlashimiz kerak. Chunki bir kun kelib bugungi oddiy ko'ringan manzaralar eng qimmatli xotiralarimizga aylanadi. Ko'pchiligimiz sayohatni Dubaydan, Istanbuldan yoki Shvetsariyadan boshlashni orzu qilamiz. Albatta bularning barchasi go'zal maskanlar. Lekin nega avval o'z yurtimizni to'liq tanimasdan turib uzoqlarni izlaymiz? Nega avval Qirg'izistonni kezib chiqmaymiz? Nega avval O'shni qayta kashf etmaymiz? Sayohat faqat masofa bosib o'tish emas, bir joyga boshqa nigoh bilan qaray olish. Shunda oddiy ko'rinadigan ko'cha ham tarixga aylanadi. Oddiy daraxt ham xotiraga, oddiy quyosh botishi esa umr bo'yi yodingizda qoladigan lahzalarga. Bugun minglab yurtdoshlarimiz chet ellarda mehnat qilmoqda. Ularning aksariyati uchun O'sh havosi, ko'chalari, bozorlari, azon ovozi yoki bolalik xotiralari eng katta sog'inchga aylangan. Ba'zilar ota-onasini sog'insa, ba'zilar bolaligini, ba'zilar esa shunchaki vatan hidini. Biz esa mana shu ne'mat ichida yashab turibmiz. Demak, bu yurtning qadriga yetishimiz kerak. Uni faqat tanqid qilish emas, sevishni ham o'rganishimiz kerak. Uni faqat olish uchun emas, unga nimadir bera olish uchun ham yashashimiz kerak. Shaharni faqat hokimiyat emas, uni aholisi ham go'zal qiladi. Toza ko'chalar, samimiy insonlar, mehr, hurmat va birdamlik. Mana shular haqiqiy taraqqiyotdir. Agar bir-birimizni hurmat qilsak, mehmonni ochiq chehra bilan kutib olsak, tariximizni asrasak va tabiatimizni ehtiyot qilsak, O'sh yanada go'zal bo'ladi. Bugungi safarimiz davomida biz O'shni yana bir bor kashf etdik. Kimdir yangi joylarni ko'rdi, kimdir esa tarixni esladi. Kimdir esa balki uzoqda turib tug'ilib o'sgan shaharni yana bir bor ko'rgandek bo'ldi. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, demak bu videoning maqsadi amalga oshdi. Agar sizga ko'rsatuv yoqqan bo'lsa, videoni qo'llab-quvvatlang, like bosing, fikringizni izohlarda yozing va kanalga obuna bo'ling. Bu siz uchun bir necha soniyalik ish, ammo biz uchun yana ko'plab shunday hikoyalarni yaratish uchun kuch va motivatsiya beradi. Va bugungi videoni bitta fikr bilan yakunlamoqchiman. Agar bir kun kelib sayohat qilishni istasangiz, qayerdan boshlashni bilmay qolsangiz, uni avvalo o'zingizdan boshlang.
Chunki inson avvalo o'zini kashf etsa, keyingina dunyoni chin ma'noda kashf eta oladi. Safar manzil bilan tugamaydi. Safar insonning o'zgarishi bilan tugaydi.